Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz sizlar bilan my.sport.uzda o'quvchilarni ro'yxatdan o'tkazishni ko'rib o'tamiz. Obunachilarimizni takliflari asosida bugungi videomiz ovozli ravishda tushuntirishlar orqali olib boriladi. Demak, videomizni boshlaymiz. Buning uchun biz Chrome brauzeriga kirib olamiz. Va qidiruv qatoriga my.sport.uz deb yozib olamiz. Chiqqan oynadan biz ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosamiz va telefon raqamimizni kirgizamiz. Va parol o'ylab topamiz. E'tibor beringlar, telefon raqami va parol eslaringizda saqlangan holatda turishi kerak. Ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosamiz. Erta shartlariga rozilik bildiramiz va shaxsiy ma'lumotlarimiz ko'rinadi. Bu yerdan agar biz pasport egasi bo'lsak, pasportimiz orqali ro'yxatdan o'tamiz. Agar o'quvchilar ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lsak, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma bo'limini tanlaymiz. Hujjat seriyasiga tug'ilganlik haqidagi guvohnoma seriyasi kirgiziladi. Hujjat raqamiga guvohnoma raqamini kirgizamiz. Va tug'ilgan sanasini keyingi bo'limga kirgizamiz. Va qidirish tugmachasini bosamiz. Va bizga o'quvchini identifikatsiya raqamini chiqarib beradi. Keyingi bo'limini tanlaymiz. Bu yerdan biz mening arizalarim bo'limini tanlaymiz. Ochilgan oynadan jismoniy tayyorgarlik darajasi sport sinovlarida ishtirok etish uchun ariza bo'limini tanlaymiz. Chiqqan oynadan yaratish tugmasini bosamiz. Bu yerda bizning topshiriladigan ixtiyoriy sport sinovlari bo'yicha yo'nalishlarimiz turlari kelib chiqadi. Bu ixtiyoriyda xohlasangiz ixtiyoriy, xohlasangiz maxsus tanlashingiz mumkin. Fuqaro o'zi uchun yoki farzandi uchun ariza topshirishi mumkin. Bu yerdan saqlash tugmachasini bosamiz va bizni topshirmoqchi bo'lgan tumanimiz, maktabimiz va yosh toifalari chiqadi. Bu yerdan yuborish tugmachasini bosamiz, tasdiqlashni bosamiz va bizning arizamiz qabul qilindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.